kichik va o'rta biznes subyektlarini qo'llab-quvvatlash hamda tadbirkorlar faoliyati uchun qulay sharoitlar yaratish maqsadida soliq organlari tomonidan viloyatimizning barcha hududlarida tizimli ravishda ochiq muloqotlar tashkil qilinmoqda. Qo'shko'pir tumanida bo'lib o'tgan muloqotda viloyat soliq boshqarmasi rahbariyati ishtirok etib, soliq to'lovchilarning dolzarb muammolarini tinglab, ularni chuqur o'rganib va hal etish yuzasidan aniq va samarali choralar belgilashga alohida e'tibor qaratmoqda. Tadbirkorlar bilan yuzma-yuz muloqot nafaqat biznesdagi dolzarb masalalarni muhokama qilishga, balki davlat organlari va tadbirkorlik subyektlari o'rtasida samarali hamkorlik va ishonch muhitini shakllantirishga xizmat qilmoqda. Bu kabi muloqotlar orqali kichik va o'rta biznesning iqtisodiyotdagi o'rni yanada mustahkamlanib, yangi ish o'rinlari yaratilmoqda hamda biznes muhitini yanada yaxshilashga qaratilgan davlat siyosati amalda o'z samarasini bermoqda. Bu yerda qiziqarli savol-javoblar bo'ldi, takliflar bo'ldi. Bu bo'yicha men ham o'z taklifimni berdim. Taklifim hozirda soliq hisobotlarida kechikishlar sabab bo'lib turibdi. Shu bo'yicha qo'llanib turilgan ma'muriy jarimalar bo'yicha yengilliklar yaratish, shular bo'yicha bir o'zgartirishlar kiritish bo'yicha bir o'zimiz taklifimizni berdik. Shu taklifimizni bildirib o'tdik. Bu bo'yicha respublika miqyosida ko'rib chiqib, o'zlarining ijobiy xulosalarini aytib o'tdilar. Uchrashuvda tadbirkorlik subyektlari 2024-yil davomida topshirgan hisobotlari va byudjetga to'lovlari va ishchilar sonidan kelib chiqib turli xil nominatsiyalar bilan rag'batlantirildi. Bir yil davomida iste'molchilarga 6550 ta chek taqdim qilgan mas'uliyati cheklangan jamiyat rahbari Sherzod Quryozov ham eng ko'p fiskal chek bergan tadbirkorlik subyekti nominatsiyasi g'olibi bo'ldi. Soliq boshqarmasi bu jarayonni davom ettirib, biznes subyektlariga yuzaga kelayotgan muammolarni tezkor hal etish, ularni qo'llab-quvvatlash va rivojlantirishga xizmat qiluvchi muhim platformani yaratishda davom etadi.